Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana pechkalarimizni har xilidan yasab qo'ydik. Eng kichkinasidan boshlaymiz obzorni. Bunimiz razmeri 60 ga, ya'ni 30 bo'ladi. Tepa qismi 6 likdan bo'ladi, chunki qopqoqlari bor. Eshilib qolmasinga 6 likdan qilganmiz. Mana e'tibor bering qalinligiga. Keyin yoni 2,5 lik bo'ladi. Bu ham qalin bo'lgan, eshilib qolmasinga. Mana keyin eshiklarini ham qalin qilamiz. Chunki u qiziganda tortib qolishi mumkin. Keyin narxiga kelsak, hammaga narxi qiziq. Bunimiz narxi 600 ming bo'lyapti. Yana bitta qulayligini hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Juda og'ir pechka. Mana. O'tiniz umuman bekorga yonib chiqib ketmaydi. Orqasidan ham issiq chiqaradi. Xo'p, bu pechkamizni kichkina pechka deymiz. Eng kichkinasi narxi 600 ming. Shu pechkaga mana glyushitr qo'yib qo'yganmiz. Bu juda ham issiqni ko'p beradi, ham o'tinga ekonom bo'ladi. Bunimizni narxiga kelsak, buni 900 ming qilib beramiz. Bo'lgan narxi. Keyin kraskasi ham 1200 gradusga chidaydi. Umuman kuyib ketmaydi. Uzoq yillar xizmatingizni qiladi. Xo'p, undan keyin mana gibrid deyiladi. Bu pechkamiz oddiy varianti. Bu ham qalinligi tepasi 6 lik bo'lgan, mana. Qalin lista bo'lgan. Yangi lista qilamiz keyin. Mana eshiklari bor. Tagida tortmasi bor. Kul tortmasiga tushadi. Bu ham juda qulay. Bunimiz ham narxiga kelsak, buni narxi 700 ming bo'lyapti. Xo'p, undan keyin mana xuddi shu gibridni ulama varianti bor. Bunimizning narxi 1,1 ming bo'lyapti. Undan keyin mana gigant deyiladi. Gigant pechkamiz. Bu ham yangi lista qilinadi. Tepasi 6 likda bo'ladi. Keyin buni kimlardir uyiga qozon qo'yib ishlatadi. Mana katta qilib ochiladi qopqoq, qozon qo'ysa bo'ladi. Bunisiga choynacha qo'ysa bo'ladi. Bu pechkalarga qancha uzunlikda o'tin ketadi deganlarga mana ko'rsatib beramiz. O'tinimizning razmeri 68 sm ekan. Shu o'tin bemalol ketadi. Mana hozir ochib ko'rsatib beraman ketishini. Mana ko'rdingizmi? 70 sm o'tin bemalol ketaveradi. Xo'p, undan keyin gigantimizni ulamali varianti bor. Bu ham juda chiroyli yasalgan. Mana buni yonini ham ko'rsatib o'tib keting. Mana yonlariga ham gul solib qo'yganmiz. Uyingizda ham nihoyatda chiroyli turadi. Bunimizning narxi 1,3 ming so'm bo'lyapti. Katta gigant pechkalarimiz. Endi mana hammom pechkalarimiz bor. Bularni ham juda zo'r ishlab qo'yganmiz. Ozgina o'tinga katta hammomlarni isitadi, keyin parilkani ham zo'r beradi. Razmerlari o'shanga moslashgan. Keyin qalinligiga kelsak bularni. Tepa qismi to'rli, yoni ham to'rli bo'ladi. Ishlab chiqaruvchidan 10 yilga garantiya beramiz. Xudo xohlasa 10 yildan keyin 10 yil xizmatingizni qiladi. Chunki kuymaydigan kraskaga kraska qilinadi, metal ochiq bo'lmaydi, suv quyganingizda zang chiqarmaydi. Uzoq yillar xizmatingizni qiladi. Parilkalarga tayyor yoqib qo'yganmiz. Mana ko'ryapsiz, zo'r tortyapti. Umuman tutun chiqarmaydi. Endi qanaqa parilka qilishini ko'rsatib beraman hozir mana. Endi kunduz sig'idan uncha ko'rinmayapti. Bu kichkina hammomning ichida zo'r parilka qiladi. Bularning narxini 1 million so'mdan qilib beramiz. Bunaqa temir tortib qo'yganlarimizni 1,50 ming so'm qilib beramiz. Agar kraskalangan varianti bo'lsa, yana 50 mingdan qo'shilib qoladi. Bunisi kraskalangan variant 1,1 bo'ladi. Bularimiz 1,50 ming so'mdan bo'ladi. Endi ko'pchilik savol beryapti, aka, xolos bitta uyga pechka qilyapsiz, ikkita uyda pechkasi ham bormi deyapti. O'shanga yangi ixtiro qilib yasab qo'yganmiz. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p, mana ikkita uyning o'rtasiga oddiy qulay qilib yasab qo'yganmiz. Kichkinaga o'xshagan bilan ikkita 6 metrga 4 metrli uyni bemalol isitadi, sinalgan. Buni keyin qo'yish ham oson. Shu enini 40 qilib, bo'yini 1.10 qilib ochasiz, shunday bir tomondan tiqib qo'yasiz, ikkinchi tomondan chiqib ketaveradi. Sinalgan pechka, xudo xohlasa, zo'r isitadi. Keyin buni narxiga kelsak, bunimizning narxi 1,5 ming so'm bo'lyapti. Undan keyin mana bir o'zgacha qilib yasab qo'yganimiz bor. Buni aynan boshqa joylarda ko'rmagansizlar. Nima qulayligini hozir aytib o'tib ketaman. Mana o'rtasida turbasi bor. O'tni yoqasiz. Yoqqaningizda turbaga sirazi tegadi, issiq chiqaradi. Qaysi uyga ko'proq issiq kerak bo'lsa, o'sha tomonda ochib qo'yasiz. Mana orqasini ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana xohlasangiz keyingi uyga ochib qo'yasiz. Mana bu tomondan issiq chiqadi. Keyin issiqni tagidan ham chiqaradigan qilganmiz. Chunki issiq bekordan bekor chiqib ketmasligi kerak. Ikkita katta uylarda isitaveradi. Buni narxiga kelsak, 2,2 ming so'm qilib beramiz. Bo'lgan narxi. Keyin buni ham uyni yarmini buzib yotishingiz shart emas. Shu razmeriga bukasiz, shunday tiqib qo'yasiz buzib turib.
Bo'ldi, ortiqcha ish ketmaydi. O'zingiz ham qilib qo'yishingiz bo'laveradi. Agar mahsulotlarimiz yoqqan bo'lsa, ekranda raqamlarni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Hamma viloyatga dastavkalarimiz bor. Yetkazib berish xizmati pulli. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.